rahmat. Davraning so'risiga Oltariq faxriysi, ustozimiz, so'z ustasi Abdulla Akbarovni taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Umidjon Qoraboyev. Avvalo assalomu alaykum. Aziz onaxonlar, singiljonlar, opajonlar, do'stlar, birodarlar. Mana biz juda ko'p joylarda havas qilar edik. Oqshom kechalari bo'lishini. Xudoga shukr biz Oltariqqa ham yetib keldi. Bugun boshlanishi Xudo xolasa. Bundan buyog'iga bir oy davomida turli xil san'atkorlar, viloyatimizning san'atkorlari, respublikamizning ko'zga ko'ringan san'atkorlarni taklif qilmoqchimiz. Mana shu yerda xalqimizga xizmat qilish uchun iloyim Oltarig'imizga ko'z tegmasin. Bug'doy planlar to'lsin, paxta planlar to'lsin. Sovuq urgan uzumlar meva chiqarsin. O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjondan so'rashgan ekan, Anvar aka, Oltariq qayerga qaraydi? Desa Anvar Obidjon javob bergan ekan, Oltariq bodring pishguncha respublikaga qaraydi. Bodring pishgandan keyinchi, desa bodring pishgandan keyin butun respublika Oltariqqa qaraydi degan ekan. Hozir butun respublikani Oltariqqa qarab turgan payti iloyim dehqonlarimizga ko'z tegmasin va Rossiyani ayollari ham Oltariqning bodringlariga bosh qorong'i bo'lyapti ekan. Chunki sotyap turganlar ham shu yerdan-da. Shuning uchun dehqonlarimizga ko'z tegmasin, yurtimizga ko'z tegmasin. Alloma shoirimiz Qul Hoji Ahmad Yassaviyning bir ajoyib gapi bor. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo, g'iybat izlaganga g'iybatdir dunyo. Kimki neki axtarsa topgaydir beshak, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo degan. Hayotdan yaxshilik qidirib yashash kerak-da. Hayotda yaxshilik qidirib yashasangiz, yaxshilik juda ham ko'p-da. Mana oddiy misol, xotiningizning ovqati bemaza bo'lsa, itingiz semiz bo'ladi. To'g'rimi? Shu yerda bitta qarsak bo'lish kerak. Er hurraychi bo'lsa, xotin garang bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi. To'g'rimi? Yoshingiz kattalashib, ko'zingiz xiralashgan sari xotiningiz tiniq ko'rinadi. Payshanbaning xulosasi, otang qariyapti, ehtiyot bo'l o'g'lim. Mana bizni o'zbek xalqi o'rgatgan hayvonni boshqa millat yo'lga sola olmas ekan-da. Qarang, bir rus odam bozordan to'tiqush sotib oldi-da. To'tiqush o'zbekning qo'lida tarbiya ko'rgan to'tiqush ekan. O'zbekcha gapirarmish-u, o'rischa gapirmasmish-da. Haligi rus odam to'tiqushga qarab, "Здравствуйте" desa to'tiqush "Assalomu alaykum xo'jayindir ekan". "Kushit budish" desa "Rahmat xo'jayindir ekan". O'ris bechora bir yil urinib to'tiqushni o'rischaga o'rgatolmabdi-da. Keyin mutaxassis oldiga boribdi. Shunaqa o'zbekning qo'lidan to'tiqush sotib oldim. O'zbekcha gapiryapti-yu, o'rischa gapirmayapti. Qanaqa qilib o'rischaga o'rgatsam bo'ladi? Desa mutaxassis aytibdiki, to'tiqushga bir oy suv ham bermang, ovqat ham bermang, qafasini ustini yopib qo'ying. To'tiqush bir oy och qolsa, o'richani o'rganib oladi. Degan ekan rus odam ham mutaxassis aytganini qilib, to'tiqushga bir oy suv ham bermabdi, ovqat ham bermabdi, qafasini ustini yopib qo'yibdi. Bir oydan keyin qafasi shunday otsa, to'tiqush o'risga qarab, tutgan ro'zalarimizni Alloh dargohida qabul qilsin deyarmish. Endi ichimizda damaschilar bormi? Damaschilarga rahmat. Xalqimizni uzog'ini yaqin qilyapti. To'g'ri onaxonlar, mahallaning ichida ham damas yuribdi. Ve ko'chaga sigaret chekkani chiqsangiz ham damas olib ketib qolyapti-da.
Qarang, bir onaxonimiz qizini Damashqqa beribdilar. Oradan bir oy o'tgandan keyin qizlari yig'lab ketdi. Onaxon hayron bo'lib, "Ha qizim, nimaga yig'layapsan? Damashq ering urdimi?" desa urgani yo'q. "So'kdimi?" desa so'kkani yo'q. "Nimaga yig'layapsan bo'lmasa?" desa, "Damashq yerimda uyqusiraydigan odati bor ekan. Yarim kechasi uyqusirab Farg'onaga bitta odam. Farg'onaga bitta odam. Dib to'xtamasdan uyqusirab chiqadi, keyin uyqum qochib ketib uxlolmayman." desa onaxon qizlarga qarab, "Ha qizim, soddasan-da. Eringni uyqusirashni to'xtatishni yo'li bor" debdi. "Qanaqa qilib to'xtataman?" desa, "Ering Farg'onaga bitta odam deb uyqusirashni boshlashi bilan sekingina yoniga yotganda to'ldi kaydang degan ekan. Ering ham uxlaydi, sen ham uxlaysan debdi-da. Kasalligida. Endi bilasizlar, Oltiariqda juda ko'p san'atkorlar bor. Ko'pincha bizdan so'rashadiki, nimaga Oltiariqda san'atkor ko'p deyishadi, Murodjon? Oltiariqda san'atkor ko'pligining birinchi sababi turib ovozi tozalaydi. Bodring ovozi